Hammaga assalomu alaykum, qadrli YouTube kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan yangi videorolikda ko'rishib turganimdan juda xursandman. Bu galgi videorolikimizda sizlarga har doimgidek nafi tegadigan, pullarni ko'paytirishingiz mumkin bo'lgan bitta saytni tanishtirib o'tmoqchiman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilib, sayt haqida ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Undan oldin esa kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni va kommentariyada yozib, podpiska bosib qo'yishingizni iltimos qilardim, chunki biz yaqinda 5 mingta bo'lishimiz kerak. Videoni ko'p cho'zib turmay saytga to'g'rilamiz. Do'stlar, bugun bizga kerak bo'ladigan sayt mana bu AI Loop deb nomlangan sayt hisoblanadi. Xo'p, registratsiyani o'tishimiz uchun birinchi bo'lib registr degan tugmani bosishimiz kerak. Birinchi yo'lakka email, ikkinchi yo'lakka parol, uchinchi yo'lakka o'sha parolni qaytarib kirgizib olishimiz kerak bo'ladi va registr degan tugmani bosamiz va login degan joyga bosib email hamda boya kiritgan parolinglarni kirgizib akkauntga kirib olasizlar. Mana ham akkauntim bor, hozir kirib videoni davom ettiramiz. Xo'p do'stlar, kirganimizda bu saytda mana minimalniy depozitlarni ko'rib borishingiz mumkin. Qanday qilib pul ishlashimizni bu saytda $13 depozit kirgizib kuniga 13.50% dan doxod olishimiz mumkin. Bu qanaqa sayt, qanday ishlaydi desanglar, mana bu yerda recharge degan joy bor. Bunga sarmoya kirgizasizlar. Sarmoya kirgizgandan keyin misol uchun mana bitta recharge bosib birdan tushuntirib beraman. Unaqa adres beradi. TRS yoki Tron, BP20 har xil adreslar beradi. Polygon ham bor. O'sha adresni mana bu yerda nusxalab, o'zingizlarning hamyoningizdan pul tayyorlasanglar bo'ladi. Keyin mana bu yerda withdraw degan bo'limda bor. Pul yechayotganingizda minimum pul yechib olish $1 tashkil etar ekan. Komissiya umuman olinmaydi bu saytda. Mana bu yerda ham pul yechib olsanglar bo'ladi. Pulinglarni USDT da yechib olsanglar bo'ladi yoki xohlagan boshqa kripto ana BNB da yoki USDT da yechib olsanglar bo'lar ekan. Loop degan joy bor. Bu loop degan joyda misol uchun miqdorni kirgizamiz. Misol $50 saytga sarmoya kirgizsak, bizga ham 60 kunda bizning pulimizga $455 foyda bo'ladi. 85 kunda $50 sarmoya kirgizib $1520 foyda ko'rsak bo'ladi. Uning uchun shu sarmoya kirgizsak, bu avtomatik bizga o'zi boshlanadi. Saving box degan joy ham bu. Bu ham shu ishlar qanaqadir shu ana qilsanglar, mana xuddi bir bankka qo'yganda bunga ham pulinglarni stake qilib qo'yib qo'ysanglar, bu ham ko'payib yotadi. Mytem degan bo'lim bor, mana linklarni nusxalab tarqatsanglar bo'ladi xohlasanglar. Mana bu yerda activity zone degan joy bor. Activity zone degan joy bor. Bunaqa lucky draw misol ochsanglar bo'ladi. Buning uchun do'stlarni taklif qilsanglar, ular sarmoya kirgizsa, sizlarga mana bu sandiqcha ochiladi. Bu sandiq ochilgandan keyin sizlarga katta yutuqlar tushadi. Misol uchun mana aytayapti. Eng kattasi o'sha $10,000 gacha, $9,909 gacha pul tushishi mumkin deyapti. Bu saytda mana bu yerda kanal narsalari bor, join now deganlari bor. Mana bu yerda qo'llab-quvvatlash markazi ham bor Telegramda. Sizlarga qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol yozsanglar, sizlar bilan qo'llab-quvvatlash markazlari ishlaydi. Texnik bilan hamkori Trust Wallet birasi juda ham ishonchli. MetaMask ham, Coinbase ham hammasi ishonchli. Tilni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, inglizcha bosasizlar. Menimcha bu AI tomonidan qanaqadir yaratilgan loyihaga o'xshayapti. Mana minimum $13, keyingisi $101 dan $700 gacha, $701 dan $2000 gacha qancha ko'proq kirgizsanglar, foiz shuncha osadi. Linkini qoldirgan AI Loop tak sayt hozir bitta obnoblение qilamiz. Xo'p, mana sayt ko'rgan bo'lsanglar, sayt juda ham o'sha likvid hozir $19,588,000. Bu saytda shuncha dollar ish kirgizilgan. Bu sayt juda ham oson, hamma bo'limlar bitta bo'limda, hamma tugmalar bitta bo'limda joylashgan, soddagina yaratilgan sayt. Qiziq ishlamoqchi bo'lganlar tavsiya qilaman, o'zim ham ishlab boraman. Bu saytdan yechgan pullarimni Telegram kanalimga tayyorlab boraman albatta. Linkini kommentariya qismida qoldiraman, kirib ishlashingiz mumkin. Videoga like bosib, kanalni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.